شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين وأمن حياتي وخير الدليل إذا تهت يوما مع الحائرين فقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين وفي الليل عند احتلاك الظلام سيبزغ منه الضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Hürmetli qarindoshlar, biz oldingi darsimizda Alloh subhanahu va taoloninki butun insoniyatga, mu'mini va kofirdan qo'shilib, butun insonlarga o'zining rububiyat sifati bilan qilgan xitobini, ibodatga chaqirganligini, ibodatga chaqirishninki sababi sifatida butun insoniyatni o'zining yaratganligi, zamin va osmonni insoniyatning normal yashash uchun qulay shaklda hozirlaganligi va bu yer sharida yashashning, hayotlikning davom qilish vositalarini hozirlaganlik qatorliq rububiyat ne'matlarini tilg'ilib aslatib o'tib, oxirisida insonlarning Allohga shirk keltirishini tanqid qilgan. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Yani insanlarınki Allah hakkında şak qilishleri, Qur'on hakkında şak qilishleri, Allah'a her xil şirklarni keltirishlerini tanqid qilgan. Şunun davomlashyapti. Yani bugungi darsimizda suramizningki Sura Baqaraninki 23-oyati va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. degan bu oyat haqida to'xtalamiz. Oyatning o'zini qisqacha tushuntirib o'tsak, mazmun jihati ilgirki oyatga bog'lanadi. Yani Allohga sizlar bilib turishga keltirmanglar. Alloh sizlarni bunda yaratdi. Yaratib bo'lgandan keyin yashashinglar uchun muvofiq shaklda zamin va osmonni sizlarga hozirladi. Ostonlar zamin muvofiq shaklda, ustonlar mustahkam osmon sizni qo'riydigan. Osmon zaminda sizlarning rizqinglarni, hayot davominglarning omillarini, ya'ni suvdan boshlangan, suv sababli chiqadigan har xil ziroat, o'simlik, yemak-ichmak, aslini ta'minlaydigan har xil ta'minotlarning hammani qildi. Bunda bo'lgandan keyin sizlar Allohning borligini, sizlarni yaratquchining Alloh ekanligini bilib turib, Allohga shirk keltirmanglar deb bo'lgandan keyin agar haqiqatan shak qilsanglar va in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, bandimiz Muhammad alayhissalatu vasallamga tushirilgan Qur'oni Karimdan haqiqatan shak qilsanglar, yani sizlar qani fa'tu bi suratin min misli, maydon sizlarga hozir nochang bo'lsanglar kelsin, mushu Muhammad sallallohu alayhi vasallam sizlarga Allohning kalomi deb Qur'on ismi bilan olib kelgan mushu kitobga o'xshash bir kitobni sizlar keltirib topinglar. Boshqa oyatlarda kitobning, Qur'onning o'zing bor. Mayatda bir suralar boshladiki, Qur'ondan bir surani keltirib topinglar. Vad'u shuhadaakum min dunillah. Sizlar Allohdan boshqa chaqiralg'udek har qanday yordam qila oladigan odamlar bo'lsa, hammani chaqiringlar. In kuntum sodiqin. Agar sizning ashu ya bu Qur'onda masluhat degan gapinglar rasul qas deydi. Amaliyotda bularning da'vosi Qur'onda shak degan gap yolg'on. O'zining qilmishi uchun bahona tepish, Qur'onni inkor qilish uchun, iymon etmaslik uchun, Allohga shirk keltirish uchun bahona tepish uchun, ya mushu Qur'onda ozroq shak qilamiz deydi. Mohiyatda mushu gapining o'zini yolg'on. Agar haqiqatan shak qildigan odam bo'lib qolsa, mana buning o'zi yetarli. Qani Qur'onga o'xshash kitobdan birini keltirib baq, Qur'ondagi suralarga o'xshash bir surani keltirib baq, valo bir oyat olsin keltirib baq, haqiqatan da sening shu shaking, sening shu shakva Qur'onda masal ikkil nima degan da'voying rasul bo'lib qolsa, shunga qarab turib keltiralsan, shak qilishda sen haqliq.
keltirmay qolsang, sen iymon yo'liga, islom yo'liga qaytishing kerak. Amaliyotda sizlar u jihatda rostchilar emas. Men sizlarga deb berayki, fa illam tafalu va lan tafalu fattaqun nar allati yaquduha an-nasu wal hajar. Hozir oyatning oxirisi. Sizlar qilolmaysizlar uni, keskin qilolmaysizlar. Mesela aydan aldığınlarda, Kur'an'ın Allah'ın haksız ekanligi iniq qilganlarda, sizlar bilisizlar uni, haqiqiy rostli qalbinglar sog'lom bo'lsa, sizlar shundoq turib, agar yana o'zinglarning mangan xato yo'linglarga u yoki bu degandek yolg'on, yovdaq, bahona sabablar bilan o'zinglarni aldamoqchi bo'lsanglar, shuni bilib qo'yinglarki, fattaqun narallati yaquduha an-nas wal hijara. Yaqilg'usi ot va toshlardan iborat dozaq sizlarga hozir bundan qo'rqinglar, bundan saqlaninglar. O iddatul kafirin bu sizlarga o'xshash inkor qiladigan, haqiqatga kirmaydigan, haqiqatga quloq solmaydigan kofirlarga hozirlangan deydi. Bu bugun o'qimoqchi bo'lgan oyatningki qisqacha mazmuni. Endi mufassir rahimahulloh bu oyatni nimalar bilan tafsirlaydi, bizlarga nimalarni aytib beradi, qarab boqaylik. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى لنا أن هؤلاء الذين اتخذون من دون الله أندادا الله سبحانه وتعالى bizga Allah'ın qo'yib shiriklarni tutib oladigan kishilar o'zining aşı tutgan yo'lida na mantiqiga na aqlga uyg'un emas ekanligini Allah subhanahu va taolo bizga ilgirki oyatda bayon qildi. Amaliyot ularning tayindig'ini faqat dunyodagi ko'z oldidagi havas shahvatlar. Buni bayon qilib so'zlab bo'lgandan keyin bugungi darsda Alloh bizga nima demoqchi desa, Qur'oni Karimga nisbatan jang e'lon qilib kelmoqchi Allah subhanahu va taolo. Ya'ni Qur'onni rost sizlar shak qildigan bo'lib qolsa, Qur'onda ikkilingan bo'lib qolsa, agar Qur'on rost bo'ladigan bo'lsa, iymon aytadigan yering bo'lib qolsa, unda o'changlar keringlar da'vatida Alloh subhanahu va taolo. Tahaddi qilmoq, tahaddi degani muborazaga chaqirish, jangga chaqirish, do'yilga chaqirish, maydonga tushishni talab qilish degan ma'noda. Bilamiz, Qur'oni Karim payg'ambar alayhisolamning mangulik mo'jizasi. Butun payg'ambarlarga berilgan har xil hissiy mo'jizalarga qarata payg'ambar alayhisolamga Qur'ondan iborat bir mo'jiza berildi. Qur'onning o'zi payg'ambar alayhisolamga yetarli. Allah subhanahu va taoloning bu yerda bularni bunda jangga chaqirib, nochanglovsanglar Qur'oni Karimning o'qishini keltirib beqinglar, bir oyat o'sini keltirib beqinglar, bir sura o'sini keltirib beqinglar deb bunda qilishi hatta yuthbita lahum Alloh ularga shuni isbotlash uchunki Allah subhanahu va taolo atrofimizdagi koinotning yaratishini, koinot ahvollarini, o'zimizning yaratilish ahvollarini, ko'zimiz ko'rayotgan har xil maxluqlarni, xalqlarni bizga hissiy mo'jiza qilgan bo'lsa, Qur'oni Karim qimmat qarash nuqtasidan, ya'ni qimmatlik bir qimmat qarashga ega bir mo'jiza, manhaj deganni bizga bayon qilmoqchi. Shuni bizga bildirmoqchi. Atrofimizdagi koinotlar, osmon zaminning yaratilishi, kecha kunduzning almishi, oy, quyosh, yulduzlar, insonning yaratilishi, ichki qurilmasi, bidoyatul xalq yaratilishining boshlanishi, hayat, dünya, ölüş, qatarlıq bularning hammasi insonni o'ylantirdi. Bular Allohning borligi va birligi bu yerdagi bir mukammal bir sistem, bir intizom, inchki o'rinlashtirmani bizga ifodalab, Allohning borligi va birligini ifodalagan bir hissiy mo'jizalar bo'lib qolsa, endi Qur'oni Karim bir yo'l. Qanday yo'l desa, mo'jiza xarakterlik yo'l. Ya'ni qimmat qarashga ega. Buni odatdagi insonlar normal shaklda yana bir o'xshini o'zini keltirish mumkin emas. O'xshini keltira olmaydigan bir yo'l. Allah subhanahu va taolo deydi va mushoyatda va in kuntum fi raybin xitob qilib da'vatudi. Agar sizlar da'vatudi, sizlar degani kimga qarasangiz shu munofiqlarga, mushriklarga, kofirlarga, Qur'on haqida ikkilanadigan, Qur'onni shak qiladigan har shaxsga xitob qilib da'vatudi. Ya'ni xitob kofir, munofiq va boshqa mu'min emas, Qur'onni shak qiladigan har qanday odamga ma'noda da'vatudi. Agar sizlar shakda bo'lsangiz da'vatudi. Bu xitobni biz kofir uchun, munofiq uchun deyishimizning sababi chunki Allohning Rasuliga haqiqiy imoat qilganning qalbida shak bo'lmaydi. Balki Allohga imoat qilgan, Alloh Rasuliga imoat qilganlar Qur'onning Alloh tomonidan vahiy qilinganligiga, Rasulullahga osmondan tushirilgan vahiy bilan yetkaziladiganligiga shaksiz ishonadi. Shunga bu yerga xitobni biz boshqalarga, mu'mindan boshqalarga deymiz.
Şu ayet tilgılanan bir söz ba in kuntum fi raybin. Rayb degene arab tilida shakni ifodalaydi. Yani agar sizlar shak to'p qalsanglar deydi. Shak to'p qalsanglar. Endi bir savol so'g'imiz keladi. Bu shak nereden kelgan shak bu? Mo'jiza Qur'oni Karimning bizga yetkazuvchisi bo'lgan payg'ambar alayhisolatu vasallamni qo'rshab turadigan bo'lsa, atrofdan qayoqqa qarasak mo'jizalar tusa, bu shak nereden keladi? Shakning sabablari nima? Bahonalari nima? Payg'ambar alayhisalom o'qiyamaydigan tusa, yozamaydigan tusa, bunda mo'jizalik arablarning cho'ng shoiri masalan balog'atda nurg'un mashqlarni qilgan, tilda nurg'un mashqlarni qilgan cho'ng shoirlarmi uningga o'xshash bir oyatni keltirolmagan bunda mo'jizalik jumlani o'zi keltirgandek balog'at she'ri bilan tunilgan odam bo'lmasa Rasululloh zoti bular qaysi nuqtadan shak qiladi desa biz deymizki Rasulullahning bayatini biz degandek yozolmaganligi, o'qiyolmaganligi qavmining ichida o'qish, yozish, shiriyatlar tunilmaganligining o'zi bu birinchi dalil. Rasulullahninki bu kitobni o'zi ekamiganligi Allah tarafidan yetkazganligiga bu birinchi dalil. Bunda tursa nima uchun shak qiladi ular? Ikkinchidan, Payg'ambar alayhisalom azaldan yolg'on aytmaydi. Rasulullahdan payg'ambarlik vazifasi ortilishdan ilgirimi yolg'on degan narsa tunilib boqmagan. Belki Resulullah'ın hemmesi sadiqul amin deb da chaqiratdi bunda laqam bilan. Endi Resulullah'ni şu sadiqul amin deb atagan, şu namni bergan şu kishilar Resulullah'ın deb tuhmat qildi desanglar, Qur'on Allohning qishidan kelgan kitob emas. Deb bunda tuhmat qiladi. Burun Resulullah'ın rasul degan odamlar. Endi acaba Rasululloh hayotida xalqning hammaga raskat qilib kelib Allah yolga itamu. Mesela tabii bu müstahilde Peygamber aleyhissalatü vesselam epkegen bu kalam yani bu Kur'an hiç kim meyli Arap balagat ölümalarının en kattılarından mı hiç kim bunu okşunu keltiremedi. Kur'an-ı Kerim'de şu ilim, Kur'an'da tilgalanan şu malumatlarını şu vakitteki insanlar okumaydı. Kin açılgan ilim pemre açılgan nurgu malumatlar oldu. Endi bunda savadsız bir peygamber, bunda möcüzlük bir kalamni, bu kitapni qandaq akilalisin? İnsan şu vaqtda bütün etrafidagi bütün muhit o'qimaydigan ma'lumotlarni nereden akilalisin? Agar Rasululloh bir muallimning qishida o'tirib dars anglab qolgan bo'lsa, yoki qadimgi Madina kitoblarini o'qib qolgan bo'lsa, balkim bular dishdiki bu kitoblardan oldi, yoki shu o'qituvchidan oldi, lekin Rasululloh unday qilmadiki. Resulullah'ın hayatında okuganlık malumatı yok. Onun savadsızlığı hemmeyle giyinip, kitap savadsız diyen gap, kitap mı okuyanmaydı diyen gap de. Anda olsa, ehvalı şu tutsa, biz bayan kılgandek, Resulullah açta bir savadsız tutsa, hiçbir şiiriyet, edebiyat diyen nersini okumasa, kavminin içinde rastçılıkla tunulgan bir şahıs, hayatı da, bunda tursa Qur'oni Karimda tilg'ilingan ma'lumotlarni payg'ambar alayhisalom emas, shu zaman yaşagan hech kim bilmaydigan nurg'un ma'lumotlar tursa, mashtaq turib bu shak bunun qalbiga nereden kirib qoldi? Nima uchun shak qildi ular? Va in kuntum fi raybin, agar sizlar haqiqatan shak qilsanglar dedi, bu shak nereden kelgan ularga? Aniqki bu xato yo'ldan kirgan. Asli bular saqlanmas. Bunda bir gap bor. Meyli musulmon olsun, kafir olsun sağlam adamlar var. Rastil adamlar var, kalbi sağlam. Yani üzünün davasıdır rastil. Mesela birisi Allah'a iman etmedi, onun Allah'ım yolga çok ketmeydi. Onun kalbide kanaat tapkan bir yerlidir, rastillik bilen. Eğer bu rastil adam küllerinin biri de imanını hakiki düşünüp, İslam'ını hakiki düşünse, düşündürülse, uçrasa, onun iman eğitişinde 100% mesele yok. Çünkü o üzgün rastiliydi. Rastil adam rastçılık uçursa tamamen kabul kılırdı. Ama bir mesele var. Üzgü yalgancılık kılış. Hata yoldurmamış. Özü köngülde bilip dururdu. Bir işlerini düşünürdü. Ama nemedir manguz gelmeydi. Köngüldeki şu kanaat tapkan neyse ağızdan çıkmaydı. Bana bu taraftan şekilde bulağa. Bu taraftan gelgen şek bu.
Bunda batıllık degandan, xato yo'l degandan pok olmaydi. Men birisidan davolashib qoldim. Bu davoda o'zimning haqsiz ekanligini bilaman. Bilib turib davoda yana tik turdim men. O'zimning haqsiz ekanligini bilib turib davoda tik turgan bo'lsam, mening bu tik turishimning pokiti yo'q. Bunun her qanday pakt işlemeydi bununla. Çünkü bu özünün davatqınının batıl ekanligini, xata ekanligini, yalğan ekanligini, başqalarga zulm qilib atqanligini, başqalarının haqiga izzat obro'yiga tajovuz qilayotganligini bilib turib qildimi? Buningdan ümit yo'q. Bunun pakti yo'q, hujjati yo'q. Aniqki bular o'zlarini Qur'onda shak qilmaymiz deb rasvo qildi-da, shak qilmadi. Lekin bular la kallasida Qur'on ekanligiga ishonadi, lekin kallasining tagida bir tushgan bo'lsa, bu Qurayshning cho'ng-cho'ng odamlari va katta boshlari va cho'ngroq bir xo'jayin, xarakterli cho'ngroq odamlar bir tushgan bo'lsa, deydi g'ayra. Buni oshkorlab qo'yaqliq bular. Qur'on buni bizga hikoya qilib deyotdi. Va qalu laula nuzila hada al-Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Butun dunyoning ahvoli shunga o'xshash. Hatto bugungi kunlarimizdagi ahvollarimiz shu. Haqiqat gap, yoki go'zal plan, go'zal sistem, go'zal manhaj odatdagi odamning ig'zidan yoki shu odamning qo'lidan bo'lib qolsa, hech kimning qo'liga qolmaydi. O'zi yoki o'zidan cho'ng, o'zdimatlik odamlarning qo'lidan chiqsa, ang go'zal bo'libdi bu. Afsus, Allohning hikmati unda emas. Alloh o'z fazlini xalq odamga beradi. Bularni Qur'oni Karimni o'zidagi cho'ngroq munda Inovatowa qavmining ichida izzat obro'yliq mundaq adamlarga tushgan bo'lsa, deb munda bir mushuni umid qiladi. Lekin Allohning fazli Qur'on Muhammad alayhisolamga tushdi. Yetim yo'g'inigan masalan. Ma shaq qiladiganlar, mayada tilg'iladigan amaliyotda Qur'oni Karimga qarshi turadigan pakt qilmoqlik. Bular payg'ambarlarning sahir deydi, sehrgar deydi. Hey, sehrlangan odamning sahrga yetadigan kuchi bormi? Masalan, agar Rasululloh haqiqatan sehrgar bo'lib qolsa, nima qilib sizlarni sehrlamadi? Sizlar nima qilib sehrlanib ketmadinglar masalan? Bu aniq masala. Rasulullohni Majnun deydi. Majnun degan mantiqsiz tasarruf harakat qiladi. Sababsiz kuladi, sababsiz yig'laydi, kishilarni sababsiz uradi. Rasulullohda ashta ahvol bormi? Shunga Alloh subhanahu va taolo rad qilib davatida bularga raddiya qaytarib, "Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati robbika bimajnun." Sen Robbingning ne'mati bilan majnun emassan deydi. Sen sarang emassan deydi. Deb oxirida "Va innaka la'ala xulqun azim." Sen büyük axloq egisan deydi. Hey, sarang degan büyük axloq egisi bo'ladi. Demak, bu yerdagi bularning davatgan shaq qilimiz, voy mushu Qur'on rasmudi deb ko'rsatayotgan banalarining hammasi musha qo'zg'aydigan yo'q, asli to'liq emas. Bular xato bularning gibi. Ya'ni bular shaq qilimiz degan gibi yolg'on bularniki. Shaq qilmaydi ular. Qur'oni Karimninki rostligiga chin tutadi, ammo ashta bir taraflari bor. Haqiqiy shaq qildigan bo'lib qolsa, Qur'onning shu degani aytadi. Qani keltirib boqinglar Qur'onning o'qishini. Zatimda qarab boqib, shayt tugish kerak uningki shaki. Ya'ni bu yerda Qur'oni Karim Allohning qishini emas deb shaq qiladigan qilib qo'ygan bir haqiqiy sabab yo'q bularni. Mening maqsadim tushundinglar qachon? Bularning Qur'onda qilgan shaki ras emas, shaq qilmaydi bular. Qur'oni Karimning Allohning kitobi ekanligini ko'ngilda qanoat qiladi. Lekin shaq qilyapmiz deb da'vo qiladi. Xuddi bir ishni qilli desa, ko'nglida shu ishninki qilsa bo'lganligini, zada vaqti kelganligini bilib tursin, ammo ko'ngilda mening toza kallamdan o'tmadi bu ish deb turadigan ish bor ya, kallasini o'taglik. Lekin bir tarafi bor, bir yerlar o'qib qolgan bo'lg'achqa, ash ishni qilg'isi yo'q. Bahana ko'rsatib qilmaydi desa, texnik masala oydinlashib qoliqliq. Bahana ko'rsatib, men shuni toza kallamdan o'tmadi deb qo'y, kallasini o'tmaydigan gap yo'q. Dal buning ahvolim shu Qur'oni Karimda. Kallasini o'tmaydigan ish yo'q. Shak yo'q bularning amaliyotda. Lekin bular xuddi Alloh bizga Qur'oni Karimda hikoya qilib qolgandek, munda odamlar bu deydiki, va iz qalu Allohumma in kana hada huwa al-haqq min 'indik fa amtir 'alayna hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adabin alim deb mana deydi. Ey Alloh, agar bu o'zingizdan haq bo'lsa, bizga tosh yog' do'stlar yoki qattiq azob akasizlar. Demak, masala nima desa, xuloslagan vaqtimizda bu Qur'oni Karimda voy ish qilimiz, voy rasulg'on bo'lsa, kallimizni o'tgan bo'lsa,
Qur'oni Karimni ergishdik emasmi deb bu da'volarni qilayotgan odamlarning bu da'vo qilgan shak sabablari aslida yo'q. Jazmiyat sabablari aniq bor. Ammo shunda turib shak qilgan qiyofatga kimlar shak qiladi bular? Mushu Qur'on qandato? Bu mushtammutu bu ko'ngil qalbimizni toza o'tmaydi deb turib oladi bular. Endi davomlashtiraylik. Va in kuntum fi raybin agar sizlar shakda bo'lsangiz, nimadan? Mimma nazzalna ala abdina. Bandimizga tushirgan bu Qur'ondan shakda bo'lsangiz deydi. Bayani shak masalasini tugatdik emasmi? Endi Qur'oni Karim inson yaratilishidan ilgarilar Lavhul Mahfuzda bo'lib bo'lgan. Uning koinotdagi xizmatini qilish vaqti kelgan vaqtida Lavhul Mahfuzning dunyo osmoniga biroqlam tushirib, Allah Qur'oni Karimni payg'ambar alayhisolamga munosabatlar, hodisalar ehtiyojli bo'lgan miqdorda tushirgan. Bu tartib bu. Qur'on inson yaratilishidan ilgari Lavhul Mahfuzda bor. Laylatul Qadr kechasi dunyo osmoniga tushdi, biroqlam Ondan keyin 23 yil jarayonida yuz bergan hodisalarga, ahvollarga, ehtiyojlarga qarab turib Rasulullohga tushdi. Bu Qur'onning tushish tartibi. Demak, mayadiki nazzalna degandagi nazzala iborat. Qur'oni Karimda Qur'onni tushirdi degan babda ikki xil iborat qo'llanilib, birisi nazzala, ya'ni birisi anzala. Anzalani mufassir ulamolar parcha tushadiga ishorat qiladi. Nazzalani biroqlam tushadiga ishorat qiladi. Ana o'smayadiki mimma nazzalna ala abdina degan nazzala degan ishlatgan fe'l tushadi. Ikkalasi uyg'urcha tarjima qilsak anzalami tushadi, nazzalami tushadi. Lekin nazzalaning biroqlam tushagan ma'nosi va anzalaning parcha tushagan ma'nosi va Qur'oni Karim biz bayatni degandek biroqlam bir tushgan dunyo osmoniga, dunyo osmonidan yer shariga hodisalar, ahvollar, ehtiyojlar qarab parcha tushgan ahvol bunda bosqich bo'lgan bo'g'achqa bu yerda shu ikki xil pil ishlatish ehtiyoji va osmonga biroqlam tushgan nazzalna ishlatadi. Anda o'g'andan keyin bu yerdagi nazzalna degan so'z Alloh subhanahu va taoloning nimani ko'rsatdi desanglar, Lavhul Mahfuzning dunyo osmoniga biroqlam tushdi, tushadiq deganni ko'rsatdi. Endi anzala deb gap qolgan bo'lsa, anzal masalan inna anzalnahu fi laylatil qadr degan anzala. Bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamga shu oyat ya'ni hodisalar, munosabatlarning talabiga qarab turib oyat tushagani anzala bo'ladi. Qur'oni Karim ikki fe'lga birisi nazzala, anzala tarjima qilgan vaqtda o'xshashlar tushadi deb chiqadi, lekin ishlatish o'rniga diqqat qilish kerak. Alloh subhanahu va taolaning bu yerda yana bir diqqatimizni chekadigan taraf ala abdina dedi. Bizning bandimizga tushadi dedi. Bu misal to'xtab üç to'g'ri keladi bu yerga. Alloh subhanahu va taolaning biz oldingi darsimizda degandek abid va ibad va ikki xil iborat va arab tilida ikki xil so'z bor. Birisi abid, birisi ibad. Biz uyg'urcha tarjima qilgan vaqtda ibadni bandilar deb tarjima qilamiz, abidni qullar deb tarjima qilamiz. Buni qaysi nuqtadan buni ayiramiz desa, abid o'zi xohlagan va xohlamagan shaklda Allah'ның iradesi boyunca iş qiladigan odamlar abid bo'ladi. Masalan, mu'min, kafir hammasi Allah'ның abidi. Bütün mahluklar Allah'ның abidi. İbad o'zi xolab, ko'nglidan chiqarib, o'zi tanlab Allohga bandichilik qilgan, qulchilik qilganlarni ibad bo'ladi. Bu nuqtadan ibad mu'minlarga qaratiladi. Qiyomat kuni esa mu'min, kafir hammasi ibad. Ama dunyoda Allah bizga bir tanlash, yo'l tanlash ixtiyorini bergan bo'lg'ach, o'zligidan tanlab Allohga qulchilik qilganlar ibad bo'ladi. Qolgan ixtiyorliksiz Allohning irodasi bo'yicha mang'ayalda hammalarning bo'lamiz, abid bo'lamiz. Ya'ni Alloh subhanahu va taolaning abid va ibad va deydi. Ikki so'z bu arabcha. Alloh subhanahu va taolaning butun mahluqoti Allohning abidi bo'lishda shu bo'yicha belgilangan. Ya'ni Allohning butun mahluqotlari Allohga abid bo'ladi. Allohga abid bo'lishda, o'zining abid bo'lishida nima uchun abid bo'ladi desanglar, chunki Allohning mashiati irodasidan chiqib ketmaydi. Ya'ni Allohga abid deyishimiz butun mahluqotlarni hech kim normal hayotda Allohning mashiatidan chiqqan. Bular abid bo'ladi. Lekin ibad degan kim o desa, o'zining irodalarini yoki ularning irodasi Allah'ның istigini bilan birleşken bendiler. Yani Allah bir narsani talab qildi, ixtiyor qo'yilgan bir holatlar bo'ladi. Shu ixtiyor qo'yilgan holatlarda tanlashimiz Allohning tanlashiga uyg'un kelib,
özlüğümüzden, könglimizden çıkıp, özümüz şu yolunu tanlap, Allah'ın iradesini işe aşırgan olsak, onu bu ibadet olur. Yani, ibadet deganimiz, bendiler deganimiz, özünün dünyavi ihtiyarlıqıdan vaz geçip, Allah subhanahu wa ta'alaga itaat qılğıcı buluşun öz ixtiyarlıqı bilen kelgenler ibadet olur. Yani, Allah'ın mennicini tanlaşta mecburi tanlanğanlar bilen okşaş. Fakat Allah qarşı keladigan ixtiyarlıqni taşlaganlarni var. Çünkü kainatda hech narsa Allah'ın ixtiyarlığının sırtıda mağmaydı. Meyli xalasaqdı, xalamasaqdı. Bu noktadan hem məxluq Allah'ın əbidi. Ama ixtiyarı qoyulğan bir bilik noktaları eşyada öz ixtiyarlığı bilen Allah'ın yolunu tanlap, Allah'ın iradesi bilen manğa edep, əbid degen namıga an layiq oludu. İbad degen namı. İbad fəxri nam, Allah'a bende olğan, Allah'a qulçuluq qılğan bende degen gepdə. Ana bular ibadet oludu. Kur'an-ı Kerim'ni okugan vaqtыңızda Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki ibad degenge asaslık yaxşı adamlar insanların içinde işaret qılatqanlığını. Kur'an-ı Kerim'de şu insanlardan için bir bölükte maqtamoqchi olsa, güzel bendiler anda qılıp yaxşı işlerini tərif qılmoqchi olsa, köp hallarda ibad işlidir. Çünkü ibad dal öz ixtiyarlığı bilen Allah'a itaat qılğanlar oludu. Mesela bir misal görsek Sure Bakara'nın 186. ayetinde ve iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bendilerim eğer men hakkında senden sorap qalsa degin ki men intan yaqin deydi Allah. Yani bendilerim sorap qalsa men hakkında deydi. Tabii ki Allah hakkında sorap Allah'a dua qilishni isteydiganlar kimler o? Yaxshi bendilarda. Ama ibad qanaqdır Allah'ın bütün mahlukat için emas, mafazilada. Kim için dese Allah subhanahu wa ta'ala qılmadıysa qılğan, qılmaqladıysa qılmaydigan, mındaq adamlarga andayken ibad deyildi. Qur'an-ı Kerimdeki bu fəxrindən şu adamga birildi. Yani ibad bolğan adamlar, Allah'a qulçuluq, ixtiyarlıqla qulçuluq bolğan adamlar qudreti hit turup başqa yolunu tanlaşqa, Allah subhanahu wa ta'ala'nın yolunu tanlaydı, bununla qarşılıq qılmaydı. Şoňaşqa cihat haqqında Allah subhanahu wa ta'ala mücahidlarni abid deb sifatlaydi, ibad deb sifatlaydi. Arapçadaki bu iki sözün farkı. İkisini lügatni aqtarsanglar, abid ibadni qul, bendiler deb tafsir qiladi. Farqi var. Abid o'zi xohlamagan va xohlagan shaklda majburiy holatda bir yo'lga kirgan bo'lsa, qulchilik qilgan bo'lsa, abid bo'ladi. O'zi xohlab, o'z ixtiyori bilan xolis bo'ysungan itoat qilgan bo'lsa, ibad bo'ladi. Yaxshi adamlarning salihlarning sifati Qur'onda ibad. Mujohidlarning ibodat sifatlilik shunda aytadi: "Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaykum ibadan lana bizlarga bizning bandilarimizni avatimiz deydi." Ya'ni ibad deb bunda mujohidlarni ibad deb sifatlayotdi oyat Sura Isroning 5-oyatida. Ya'ni mujohidlarni dushmanlarning ustiga avat haqida kelgan oyat ku. Endi ba'zi demak bir masala aydınlaşdı. İbad müminlerge qaratiladi. Abid mümin kafirlarga qaratiladi. Şuna deyimiz odatda normalda dünyadagi bütün insanlar Allah'ın bendesi. Lekin Allah'ın bu bendilerge bergen nam oxşamaydı. Birisi abid, yani birisi ibad. Abid zat Allah yaratgan bütün mahluklar Allah'ın abidi. Kulları. Ama ibad dese insanların için özlüğünden Allah'a itaat qilishni tanlagan, Allah'ın yolunu tanlaganlar ibaddır. Onda olganda bir nokta aydınlışı olsun. Abid, mümin, kafir hemmesi abid. Belki asasen makhur olğanlar. İbad öz ixtiyarlıqıyla kelgan müminler dedik ki, endi bazı müsteşriklar Kur'an-ı Kerimni eyiplemekçi buluşup deydi. İbad kelimesi mümin emaslarga kelgan yu emisi deb manda bir gaplarni ko'tarib chiqadi. Masalan bular Sura Furqondagi a antum adlaltum ibadi haula am hum dallus sabil. Oy, sizlar mening bandilarimni ozdudangmi deb, mümin emaslarga qarata ibad ishlatgilik qo'ymasa desa, biz deymizki, sizlar tushunmabsizlar taxi. Dunyodagi gap ma'u. Ma'abid ibadning farqi dunyodagi masala. Ammo oyatdagi masala oxiratda hisob bergan vaqt yuz beradigan masala. Oxiratda hammalar Allohning ibodiga aylanamiz. Chunki hammalar o vaqtida maqhurga aylanib ketamiz. Bizning oxiratda hech kimning ixtiyori qolmaydi. Ixtiyorlik, insoniy ixtiyorlik, ixtiyorlik bilan tanlash huquqi faqat nima qilgan vaqtda tugaydi, sakratga tushgan vaqtdan tugaydi. Inson undan keyin hamma ishlarga majbur bo'lib ketadi. Shu qiyomatda hammadan ibod.
Hammeden ibad. Dünyada öz ixtiyarı bilan tanlab Allah'ın yolunu tanlaganlar ibad oludu. Am başqalar ibad oludu. Mana oqtuma bunda eriştirmağını dep cavabımız bularga. Demek biz ahirette hemmeden ibad. Lekin abid bilan ibadning farqi faqat dunyo bilan farqlanadi. Dunyo bilan. Bendichilik, ubudiyet, Allah'a qiladigan yiqilishish, Allah ibodat qilishning eng yuqori martabalari. Chunki siz Allohga öz ixtiyorligingizdan itoat qilib, o'zingizning tanlashi bilan Allohning yo'lini ijro qilib buyruqlarini kelgan bo'lasiz. Payg'ambar alayhisolamga farishta elchi yoki banda elchi bo'lishni ixtiyorlik qilgan vaqtda xolisansini payg'ambar qilay, farishta qilay. Xolisansini banda qilay, payg'ambar qilay degan vaqtda payg'ambar alayhisolam bende peygamber oluşunu tanlagan. Perişte peygamber emas, bende peygamber oluşunu. Yani biz ubudiyetning, bendichilikning ma'nosini bilmoqchi bo'lsak, Sura Isro'dagi bu oyatni o'qisak bo'ladi. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidillezi barakna hawlahu. Yani o'zining bendisini Masjidil Haramdan bir kechida Masjidil Aqsoga bağan, seyir kıldırılan zat paktur deb özünün bendisi de Peygamber Aleyhisselam'ını bende de sıfatlavadı. Yani biz görüyoruz ki bu Allah'ın nimet derecelerinden en büyük bir derecesi Peygamber Aleyhisselam'a bergen. Bu bendicilik pehri nam, Peygamber Aleyhisselam'a verilgen en büyük nam. Yani bu nerede tilgilinde bunda çoğun pehri nam diyeceğiz. Çünkü matılgı elingan bende diyen ibaret Resulullah ilgili hiç kim gözüp bakma, meyli peygamber olsun ya ki peygamberden gayrı olsun. Ya ki Resulullah'tan kinma hiç kimge hem yüz vermeydiğin büyük bir mucize, çok bir vakalık netilge elip durup an bendemdir. Mesela İsra meselesi. Peygamber Aleyhisselam'ını Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aqsaga özünün ruhi ve cismi bilen bir keçide seyir kıldırgan bir hadis var. Bunu biz İsra hadisi deyimiz. Resulullah'a bırakılan en çok mucize Resulullah'ın ilgirki hiç kim, meyli peygamber olsun, başkalar olsun, birilip bakmadan Resulullah'ın kinima hiç kim birilmeydi. Muşu çok büyük mucizini tilga elevetip Resulullah'ın önündeydi, bendemdeydi Allah. Çok işlerdi Resulullah'ın bendem de tilga aldı. Demek bende diyen bu atalgı, bu nam fahri nam, inanlarının en katısı. Buna dişimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 7 asmanga özünün ruhi ve cesedi bilen çıkıp zamanға qaytib kelgen. Resulullah Cibrail'nin turduğu yerden ötüp ketken mesela. Sidratul Muntahadan ötüp ketken. Oylayla bu Resulullah Cibrail'nin turduğu yerden öttü, Sidratul Muntahadan öttü degenlik insanların içinden, mukarrab periştelerinin içinden boğan Allah'ın halkının ilmi iteleydiğen en yirak urun hem de Resulullah demek en insan Allah'ın mahluku iteleydiğen en yukarı urunga, en yakın urunga Allah'a verip geldiğin gibi. Maçta bir güzel hadise de Peygamber'in bendem de tılgılıvadıdı. Esra bi'abdihi bendisini de bende demek bunun pehrinem Resulullah'ın en büyük nimet. Hem de Resulullah'ın ki peygamberlik meselesi de Adem'nin peygamber olup kılış meselesi. Peygamberinin perişte dünyaki başkasında olmay, Adem'nin peygamber olup kılış meselesi gelsek, bu hem de samavi risaletle başlandığı vaxtını tatıp, çok bir cidel kozulgan işinin birisi. Hatta bugünkü hadisıgıca, Kur'an-ı Kerim bizge bunu tüvendeki 4 ayette hikaye kılıdı. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلُنَا. Kafirler, hey sen bizdeki Adem cuma, peygamber ölmezsin. Peygamber diye Adem bulmayı digende kifade. Sura Kamer'in ki 24. ayetinde فَقَالُوا اَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ. Hey bizdeki Adem diye geçimiz ma biz olmayınca peygamber Adem bulması gerek. Sura İsra'nın 94. ayetinde وَمَا مَنَعَ النَّاسَ يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَسُولًا. Bulanı hidayet geldiği vakitte hidayet eriştiğini toskan bir neyse bulanın munu gibi. Yani Allah bir edemli peygamber evet madem insanlı peygamber kıldı diye müşbir. Ondan başka Sura Mü'mininin 34. ayette لَاِنْ وَلَاِنْ اَتَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اِنَّكُمْ لِلّٰهِ حَسْرًا. Sırf üzerindeki edemliğe eriştiğini, insan eriştiğini yaman ziyan tatlısı. Demek kafirinin ki çoğun kılan cidellerinin birisi peygamberinin ki edemliği, insanlığı. Peygamber ulanınca perşizin buluşu gerek.
Peygamber aleyhisselamның insan buluşu iman etişini xalımağanlarga çoğun bir pakit hücud etpegen. Ularning bir bahani sopbegende biz bayatında dedik, eğer kalbi sağlam adam bo'lib qolsa, kallasida bahani deb qarmaydigan narsani bahani qilmaydi. Ammo qalbi sağlam bo'lmagan insonlar iman etmaslik, iman etmaganning har xil bahanasini, har xil shaklda ko'rsatib boqadi hamda. Payg'ambar alayhisalom Allohdan yetkazguchi cho'qim avatilgan kishilarning turidan bo'lish kerakda. Ularning orasida payg'ambarlik risolatidan ilgirmi yashagan bo'lishi, omonatdorlik, rostchilik bilan mashhur bo'lgan bo'lish kerak. Ularni inkor qilmaslik uchun. Yine şu vaqtning o'zi bir o namuna olganligi uchun cho'qim o'z qavmining jinsidan bo'lishi kerak. Chunki shu yo'lni ularning oldida amaliy tatbiqlaydi. Agar boshqa bir turdan olib qolsa, "Voy, ey Rob, siz bizni buyurgancha qadrlanmaydi ekanmiz. Ma payg'ambar bizdan boshqa bir moddan bo'lgan maxluq ekan. Bu itoat ajoyib qildi ekan, ibodatni ajoyib qildi ekan, biz buni daqlanmaydi ekanmiz" deb deydigan ish chiqadi. Ammo oldidagi payg'ambar o'zdek inson, o'zdek qilvatidi. Qılamaymiz desa ma'lum qilib deydigan bir gap chiqadi. Buning o'zi cho'ng bir mo'jiza, payg'ambar islomning inson bo'lishi, payg'ambar avadiligining cho'ng bir prinsiplaridan qatorida o'ylab boqaylik. O'zimizdan g'ayri millatlarning qishdan qo'rinib qolamiz hamda. Tushunishmaymiz, anglashmaymiz tegimizdan. Inson bo'lsa-mu, hamda farishtadan birini avatib qo'ysa, cho'qim farishta degan biz ko'rmagandan cho'qim inson o'xshamaydi, g'ayri bir chiqish kerak. O yaqinlash qilolmagan, kurash qilolmagan, yolg'iz oy, tasavvur qilib baqsa bo'ladi-ya uni. O'zidan yaqin, birga yashagan, o'zdek tilisi bor, o'zdek paran qiladigan, o'zdek tasavvur tafakkuriga ega bir insonning payg'ambar bo'lishi cho'qim zarur bu yerda. Demek Peygamber Aleyhisselam'ınki, Resul'unki insanlık bo'lishi keskin mesele. Bunun ixtilof qilish qolmaydi. Çünkü bayat degan gaplar mı bor? O İslam bo'ladigan narsa. Yani o başka insanın başka maxluq bo'lib qolgan vaqtda qiyin o'qiladigan nurg'un ishlar. Peygamber Aleyhisselam'a insanlıktan başka sifat berishga tirishayotgan har qanday odam Allah'ın risolat mukammalligini kamlatmoqchi bo'lgan bo'ladi. Allah subhanahu va taolo insonni malaikaga o'zgarishdan ojiz emas. Payg'ambar alayhisolamni malaikani avasi bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamni o'zini malaika qilib qo'ysa bo'ldi. Farishtadan birisi kelib bizga din yetkazsa bo'ldi. Uning ojiz emas, lekin insondan qilib berdi. Davada Qur'oni Karimda "Va law nasha'u laj'alna minkum malaikatan fil ard yaxlufun" deb zaminda biz malaika qildik. İzbasar olduğanga, işlerini bir taraf kıldığanga deb davatıdır. Lekin Allah'ın bizge qilgan rahmetining birisi bizge malaikatni payg'ambar qilib bermay, o'zimizga o'xshash insondan qilib berdi. Demak, payg'ambar alayhisolamning inson bo'lishi bu risolatning mukammallik ifodalarining birisi. Oyatning oxiridagi "Yad'u shuhadaakum" sizlar o'zinglarningki qanchalik yordamchi, qanchalik shohidlaringiz chaqiringlar dedi. Alloh bularni talab qilayotgan, chaqirishni talab qilayotgan bu shohidlar, bu yordamchilar, ojiz shohidlar, ojiz yordamchilar. Yana insonning bo'g'iga qanaqdir bu Alloh subhanahu va taoloning g'ayb bilan qilgan shahodat emas. Alloh subhanahu va taolo mushoyatda shaklarning ko'pinchisini o'tirg'i tashladi. Bizni uni oydinlashtirib tushunib olishimiz uchun. Yani shundan keyin Qur'onning mo'jizalik javhariga yetishimiz uchun butun masalalarni o'tirib qo'ydi bu yerda. Alloh subhanahu va taolo kofirlarni jangga chaqirishda tadrijiy keldi. Hargiz bir qiz gap qilmadi. Ulardan avval Qur'onning o'qishini keltirishni talab qildi. Nochon olsan Qur'onni keltir dedi. Dastlabda boshqa oyatlarda ondan keyin Qur'onga o'xshash 10 sura keltirib baqdi, 10 sura. Ondan keyin bu ularni chaqirishda, maydonga chaqirishda texmi tuvallab, tadrijiy tuvallab ulardan bir sura talab qildi. Yana ularni jangga chaqirishda yana tushdi. Qur'oni Karimning hammasidan 10 suraga tushdi, 10 suradan 1ga tushdi. Mana buning o'zi, bu tushganlikning o'zi jangga chaqirgan shu odamlarga qarshi ajoyib bir dalil. Xuddi, "Meni keltirib baqa, keltiramidingmi? 10 sura keltirib baqa bo'ldi. Uni keltiramiding? Bir sura keltirib baqa" deganlik ma avliga nisbatan bir ig'ir darajada zarba bu. Ular Qur'onning o'qishini keltiramadi. Deydi-ki, undaqda 10 sura keltiramadi. Bularning mavqasi qattiq masxaraga ko'chirdi. Deydi-ki, bir sura keltir. Buni ma'vamda Alloh jangga chaqirayotgan, maydonga chaqirayotgan odamlarga eng chekiga yetgan qilgan aholatchi bu. Qanda deganda gapchi bu. Uni qilamiding, ma'nimi qilamiding? Bir surasini keltirib baqa. Bir oyat o'zini keltirib baqa. Eng ig'ir ahanat bularga nisbatan. Ya'ni bularning hech narsaga qodir bo'lmaydiganligini isbotlashchi. Ondan keyin oyatdagi bir nuqtaga diqqat qilaylik. Fa'tu bi suratin min misli. Qur'onga o'xshash deb misli degan iboratni ishlatdi so'zni.
Yerdeki Qur'onga o'xshash degandagi o'xshashning ma'nosi Alloh subhanahu va taolo bir o'xshashni talab qilyapti bulardan. Qanaqdir Qur'onning nasli o'zini emas. Bir o'xshashni o'xshin mayli. Mana bu avlan Allohga iymon etmaydigan Qur'onda shak qilimiz deyotgan shu odamning ojizligini ko'rsatishda chekiga yetkazish. Bir o'zini keltirmasanglar bir o'xshaydi qaraq bir narsani keltirib baqinglar, uni keltirmaysiz deganlikda bu. Shuni o'xshaydi qaraq bir narsani keltirmaydi deganlik bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala şu ayetinin ahirideki "Ved'u şuhada'akum" deganning ma'nosi Allah subhanahu wa ta'ala yani bularni maydonga chaqirsa texmi oshirib, bularni hamda o'zi qilinmasa yordamchilarini chaqirishni talab qilib bo'ladi. Bularga oyatni to'g'rilab yordamchilarga, ma yordamchilar, ma guvochilar qarab boqib, bular akagan haliqi narsasi Qur'onga o'xshash bo'ptimi, bo'lmabtimi, bunda bir hukm qilib bersin, guvohlik bo'lsin degandek odamlar chiqib kimni chaqasang chaqa deyotdi Qur'onda. O'ylab baqalamda bu Allah subhanahu va taolaning kuch-quvvatini eng yuqori darajada, ya'ni Allah subhanahu va taolaning kuch-quvvatining eng yuqori darajasida oshkorlanganlik emas bu. Qanda butun kimning olsa chaqa degan gapda, kimning olsa aka degan gapda bu. Chunki malaikalardan shuhadoni shart qilmadi. Yoki rostchilik mashhur bo'lib ketgan odamlardan shuhadoni shart qilmadi. Haqni guvohlik qiladiganlardan. Balki Alloh subhanahu va taologa qandoq shuhada akasan akal dedi. Rostchilik odamni akadimida, malaikani akal kimni akasan akal dedi. Bu shuhadalarning, bu yordamchilarning, bu guvohchilarning, bu hukmlar hammasi ma shaq qilgan odamlar akagan gap Qur'oni Karimga o'xshaydi ekan deb guvohlik berilmaydi. Kimning hukm qildirsang, kimingga ko'rsat, bu Qur'oni Karimga o'xshash bir narsani keltirib, Qur'oni Karimga o'xshabdi deb deyalandi ekan. O'ylab baqsaq, davosin bo'ladi-ku, lekin davolanmaydiganligiga Alloh bu yerda muhr bosadi. Avvalo masalan Qur'onning o'xshashini keltirdim degandan Xudoyim. Bir ishki surni tuzdik deb qamlashtirib bu yerda neziblikda amisi arablarning shoirlarini akilib bir chaqiringlar, yig'in o'rlashtirib masalan har yig'ilishlarni, kengashlarni o'rlashtirib amisi biz Muhammad sallallohu alayhi vasallam akagan Qur'onga o'xshash Qur'ondan birini, tuzgan to'q suradan birini qarab baqinglar o'xshabdimi desa, ashularmi o'xshabdi devetiliya demaydiganligini Alloh aniq bilgan bo'lg'achqa, ularni o'zi Qur'onga o'xshamaydiganligini e'tirof qiladiganligini qo'yg'achqa, ularning akagan narsaning Qur'onga hargiz teng turolmaydiganligini qo'yg'achqa Alloh deydi. Xalqan adamlarni chaqirib, xalqan ko'rsatgan adamlarni chaqirib ko'rsatinglar, sizlarga guvohlik qiladigan xalq adamlarni chaqiringlar, sizlar akagan narsani Qur'onga o'xshash demtikan. Sizlar kimdan foydalanib Qur'onga o'xshash bir sura keltirib baqinglar deydi. Chunki shuningdan aminki biz bular keltirolmaydi. Allah subhanahu va taolo ular tarafda turadigan guvohchi qilishni talab qildi. Sizning adamlarni qilinglar deydi. Mutlaq qo'yib bu gapni butun zamin jinsingizning kimning akasi aka deydi qaranglar. Min dunillah deydi. Allohdan boshqa kimning akasini deydi-da. Lekin sizlar Allohni biz akagan narsa, biz tuzgan narsa Qur'onga o'xshash deb, ma'ning Alloh guvohlik qildi deb deyishni saqlang. Alloh uni guvohlik qilmaydi. Chunki sizlar qilmaysiz. Chunki sizlar Allohga yolg'on aytishinglar va Alloh demagan narsani bir da'vo qilishinglar aniq. Şu Allah'ını guvoh qilmanglar, qolgan Allohdan boshqa kimni akasanglar, akalib guvoh qilinglar, ko'z tutpaqinglar, hukm qildiringlar. Qur'onning o'xshashini keltirib dekansizlar, yo'qmi? O'zinglarga keltirgan narsanglar Qur'onga o'xshamdi ekan, yo'qmi? Kimni hukm qilsanglar, hukm qildiringlar deydi Alloh. In kuntum sodiqinning ma'nosiga kelsak, sizlar rostchil bo'lsanglar, rostchillik degan doim eg'iz gap bilan bo'lamdi? Yo'q. Buning doirasi eng tayin keng. Ana o'sha rostchillik degan nima? Bu nimadir rostchil? Rostchillik yolg'onchilikqa qarshi keladigan narsa. Rostchillik, yolg'onchilik ikkilisi nisbiy masala, selishtirma masala. Biz hammalar bilamiz, ma'no ifodalamaydigan gaplarimiz bo'ladi bizda. Masalan, Muhammad deb jim tursang, gapni anglagan odam, Muhammad deysiz nimaga deb so'raydi. Buning savoli sizning ash gapingizning bir narsa tushunmaganlikning ifodasi. Ammo sizdan birisi qishingizda kim bor deb qolsa siz Muhammad desiniz. Xuddi Muhammad sizning qishingiz deb xabar bergandek bo'lasiz. Bir til so'z o'qigan bilan, lekin siz so'g'uchning gapidan olgan uqumni tushundira olgan bo'lasiz. Demak, bir til so'z demang, bir jumla ma'no ifodalaydigan bir jumla tuzsangiz, har qanday og'zingizdan chiqadigan bir gap chiqsa, qarshi taraf buningdan bir ma'no tushuna olsa,
bu kalam bo'ladi. Ya'ni sami anglagan odam bir ma'ni tushunib jim sukut qilsa, bu mazmunli bir jumla bo'ladi. Endi biz bu nima deb jumlaga kirib desak, rostchilik, yolg'onchilikning ifodasi kelyaptimizda, har qanday so'zlagan odam eg'izdan bir jumla chiqishdan ilgari zihnida degan gapga nisbatan bir selishtiruv bo'ladi. Masalan, eg'zimdan chiqayotgan bir gapga nisbatan zihnimda bir selishtiruv bo'ladi. Zihnimdagi selishtiruvni shu gap selishtiruvisi, gap mazmuni bilan ifodalagan bo'laman. Kallamda bir o'qim bor. Muhammad Tirishan degan bir o'qim bor kallamda. Men boshqalarga shuni Muhammad Tirishan da'vatima. Endi bu yerda ad degan gapga qarata sirtni selishtiradigan bir selishtiruv bo'ladi. Demak, 3 narsa bor. Zihnim, reallik, eg'izdan chiqadigan so'z. Zihnim, reallik, eg'izdan chiqadigan nima? So'z. Ya'ni masalan, Muhammad Tirishan degan bo'lsangiz, bu yerda Muhammad ismli bir odam bo'lsa, Tirishan amaliyotda Tirishan zoti bu bo'lsa, andan bu gapingizning kalomiy nisbati, ya'ni jumlaning mazmuni reallik bilan uyg'un kelgan bo'ladi. Chunki reallikda ashta bo'lsa, kalongizda ashta o'ylaysiz, eg'ingizdan shuna chiqqan bo'ladi. Anvada ismi Muhammad ismli bir odam bo'lmasa, yoki Muhammad ismli odam o'g'amdan Tirishan bo'lmasa, sizning jumla ma'noringiz reallik nisbatiga zid kelgan bo'ladi. Onda rostchilik, yolg'onchilik degan nima desa, jumladagi selishtirma, nisbat, zihningizda siz ash jumladan iroda qilayotgan bir nisbat reallik selishtirma nisbatiga uyg'un kelsa rost gap bo'ladi. Kallangizda Qur'on rost deb turasiz. Payg'ambarga Muhammad sallallohu alayhi vasallamga tushdi bu, zodi bu boshqalar inkor qilolmag'idek darajada bu Qur'onni deb o'ylaysiz-ku, ammo yana yo'q, Qur'on qilmaymiz biz deb zihningizdagi, zihniyatingizdagi shu jumlaning selishtirmasi bilan reallik ig'zini chiqartgan reallik uyg'un kelmasa gapingiz yolg'on bo'laveradi. Bu har qanday bo'ladi. Ya'ni bir odamning qalbidagi, zihniyatidagi o'qim bilan ig'zidan chiqqan o'qim, ya'ni reallik uyg'un kelmasa, bu yolg'on gap bo'ladi. Mana bu oyat karimadagi ma'noni o'tirib qo'yish uzr ro'g'an bir change, rostchilik, yolg'onchilik. Shunga o'xshab Alloh subhanahu va taolaning in kuntum sodiqin degan gapi sizlar davatgan shu kalamning zihniyatingizga nisbati, sizlar shuningga ishorat qilayotgan reallik nisbati, sizlar ishorat qilayotgan reallik nisbati bilan uyg'un kelsa, bu gapinglar rostchi. Sizlar asl vaqtda. Sada haqiqatan sizlar shak qilib, ko'ningizda. Ondan keyin Qur'oni Karimdagi Alloh subhanahu va taolaning sizlarni maydonga tushishni talab qilib, Qur'onni o'qishni keltirib baq deganini anglab, o'zinglar urinib baqib, zodi Qur'onni birini tuzib baqil deb, hech qilinmagandan keyin Qur'onni o'qishni keltirib bo'lmaydi, o'qishni birini shak qilib ekanmiz degan bo'lsangiz sizlar rostchil. Unda bo'lmay, sizning iymon etmaganliginglarga qarata shak qilmaysizlar. Lekin iman etmedinglar. Gap deb bir bulanmaysizlar. Qur'onda sal masala vajma deb qo'ygan bo'lsanglar, sizning zihniyatingizdagi shu o'qim bilan, selishtiruv bilan reallikning ig'zingizdan chiqayotgan, ishorat qilayotgan reallik udul kelmagan bo'lsa, siz o vaqtda yolg'onchi bo'lsizlar. Fantum kadibsizlar yolg'onchi vaqtda. Alloh subhanahu va taolo sizdan rostchilikni bir dalil talab qilyapti. Dalil so'rayapti Alloh subhanahu. Sizlar rostchilmi? Andoq mı da qılınlar? Zihniyetinlik ifade reallikına uygun kelemdi. Andoq olsa bunda da qılınlar. Qılanmasanlar mı? Şu. Rastçılık degen şu oludu. Fa in lam taf'alan Allah şu yuqoridagi avlani bir maydonga chaqirib, "Nocha olsan kel" dedi. Fa in lam taf'alan agar qılanmasanlar, hergizga qılanmaysizlar, cheqilg'isi o't va tosh bo'lgan davzaxdan saqlaninglar, bundan qo'rqinglar. Bu davzax kofirlarga hozirlanadi deyotdi. Allah subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karim haqida shak qildiganlar tayindigan dalillar haqida so'zlab bo'lgandan keyin bu dalillar amaliyotda hech qanday bir aqlga tayanmaydi, mantiqqa tayanmaydi. Mushuni so'zlab bo'lgandan keyin Alloh ularni yana Qur'oni Karimning o'qishini, Qur'oni Karimga o'xshash bir surini keltirishga chaqirdi ularni. Allohdan boshqa xohlagan odamdan foydalanishni, yordam talab qilishni chaqirdi. Dedi, "Nojo'san kimdan foydalansang foydalan" dedi. Chunki Qur'oni Karim Allohning kalomi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimning digüchisi. Ondan başqa ular Qur'onning Allohning kalomi ekanligida, Allohning qishdan tushganligida shak qilmoqchi ular, boshqalarni shakka tashlamoqchi ular, shakka tashlamoqchi. Unda olgandan keyin Qur'oni Karimga o'xshash bir oyatni keltirish uchun xalqqa
ediminden faydalanсын deb avulning boshqalarga tashlamoqchi bo'lgan shekini yo'qotdi deb yerda. Chunki bu yerdagi jangga chaqirish, maydonga tushishni talab qilish faqat Allohdan boshqa butun kuchlarni foydalangan vaqtda anlekin tamomlangan gap. Buni zodi barliq adamini akilib, ishqi silib, butun kuchini ishqab bo'lgandan keyin natija chiqadi. Bo'lmasa, o yolg'iz gap qoldi, bilmay qoldi, uqmay qoldi degandek bahona gaplar bilan qanday qoladi? Yana gap tugamaydi. Anlekin Alloh subhanahu va taolo shundan keyin jangga chaqirish, maydonga tushishni talab qilish tugamay turib natijani debdi Alloh. Qaranglar, agar Qur'on payg'ambar alayhisolamning so'zildi g'ashlab qolsa, Alloh tarafidan tushmagan bo'lib qolgan bo'lsa, manda qopyuraklik bilan so'zlayolmaydi inson degan. Gap tugamay turib, qalanmaysa demasmi ya, qalanmaysa uni keltirmaysa uni debdi ya. Chunki Alloh subhanahu va taolo biladi-ku, ularning hargiz qilmaydiganligini biladi. Chunki uning egisi Alloh u. Fa illam taf'alu va lan taf'alu deganning ma'nosi, ya'ni Alloh ularga mag'lubiyatlarni hukmini qiladi. Qalanmaysizlar uni debdi. Ya'ni Qur'on tushgan vaqtida shu vaqtni o'zini qilolmaysizlar va Qur'on tushib bo'lgandan keyin qiyomatga qadarmi qilolmaysizlar uni. Chunki Alloh subhanahu va taoloning ilmida hech narsa maxfiy emas. Alloh har narsani biladi. Mayadagi lam taf'alu qilolmadinglar degan so'z, ya'ni siz shak kelgan vaqtida shak qo'zg'atgan vaqtingizda keladi, qilolmadinglar. Biz bilamizki inning kelishi, mayadagi fa illam taf'aludagi in degan bir ibora bor arabchada. Buni arabcha biladigan savoddoshimiz biladi buni. Agar degan ma'noda bu, agar qilolmasanglar degan ma'noda bu yerda. Ya'ni bu shakni qo'zg'aydi. Ya'ni arabchada agar degan bu in degan so'z bunda bir ish yuz berish ehtimoli bo'lgan, shak bo'lgan uruladi qo'zg'aydi. Agar qilolmasang degan gap qilish ehtimoli bor degan gapni ifodalamdi desa, bu yerdagi ish amaliy chiqish uchun shartga bog'lanadi. Masalan, sen agar muzokara qilsang, qutuq qaznisa desang, bu masalada bir shakda qiladi, muzokara qilish, qilmaslik. Ama Allah subhanahu wa ta'ala o'xshash iza jaa nasrullah, Allohning yordami kelgan vaqtda desang, bu keskin bo'ladi, bu kesin bo'ladi, uni qas-qas. Arab tilida in va iza deb ikki gap bor. Uyg'urchaga tarjima qilgan vaqtida inni agarda tarjima qilamiz, izani agarda tarjima qilamiz, ammo bunda qilgan vaqtida, agar bunda qilsa deb vaqtni birga chiqib tarjima qilamiz. Izada vaqt qo'ma, zarf qo'ma birga bor. Endi in o'zi bir harf arab tilida turi, iza ravish bo'ladi. İza vaqtida olgandan keyin ma'lum bir o'rin yoki zamonga ehtiyojli bu ravish degan ya o'rin yo zamon bo'ladi. Endi siz shart vositasini birini keltirgan vaqtingiz buning ma'nosi siz uni harakatni yuzga shakllantirish, kirishtirish, harakat bu yerda yuz berish turiga yaqinlashtirgan bo'lasiz. Endi siz keskin in ishlatganligi harakat chiqib yiqilishyotidi, yuz berish ehtimoli bor degan bo'ladi. Endi siz keskin yuz beradigan bir narsa ishlatmak uchun iza ishlatasiz. Buni shu arabcha biladigan qarindoshlarimiz tushunaraydi bu gaplarni. Bir ishlarning yuz berish bermaslik ehtimolligini ifodalamak uchun in ishlatasiz. Keskin yuz beradigan ishlarni ifodalamak uchun iza ishlatasiz. Shaq qilmoqchi bo'lsangiz in deysiz. Endi Alloh meyada fa illam taf'alu demaydi. Chunki fe'l yuz berishi mumkin. Cheklimi taraflari kuchlanib qilishi mumkin. Yani qilolmaysizlar dedim, ma amri ixtiyori. Qilolmay, hargiz qilolmaysizlar uni. Agar qilolmasanglar deb, ular uni qilib qilishim mana sizlar urinib qilishinglar mumkin. Ammo lekin qilolmaysizlar degan shaklda bo'ldi bu. Ya'ni siz ixtiyoriy ishdan so'zlasangiz, uning hargiz yuz bermaydiganligini hukm qilsangiz, xuddi bu yerda. Mana qaranglar, inda bir ixtiyorlik bor deb, qilish qilmasligingiz degandek. Uni keyin qilolmaysiz degandek. Siz ma'ishni bunda qilib qolsang deb, sen o qilmaysa deb buni ifodalaymiz. Masalan, Uyg'ur tilida deymiz bu gapni. Ati soat manchida kelsang deb, sen o kelmaysa desak, mush ifodalasak, xuddi sizning kuchingiz uni ish harakatini to'sdigandek. Masalan, mening qo'limda bir narsa bor. Qarshi taraf mendan ilib olmoqchi. Agar mushuni ilib ola olsang, sen bir o'tma. Sen olmaysan buni degan gap büyük ishonchni ifodalaydi sizda. Men uqtamoqchi bo'lgan gapim shu, dedim so'zlash orqali uqtamoqchi bo'lganim, mening qo'limda bir narsa bor. Qarshi taraf buni ilib olmoqchi. Men uning deymanki, agar sen mushuni ilib ola olsang, seni olib kelsin. Lekin hargiz olamaysiz deganing o'zimdagi tulib toshgan ishonchning ifodasi. Allah bu yerda agar qilolmasanglar deb bo'lib, hargiz qilolmaysiz degani Allohningki aniq kesin hukmiki, buni qat'iy qilolmaysiz degan ifoda bo'ladi. Allohning urinishi Allohning keskin hukmi. Yani sonra qılmaslıqqa mecburuldun
deyilmaydi bu yerda, unda emas. Balki qilolmaydiganligini bilding sen onu. Qilolmaydi. Masalan, men qo'limni ololmaysa deganim uni boshqa gap emas. Ololmaydiganligini bilma degan gap. Alloh nerda agar qilolmasanglar, sizlar hargiz qilolmaysizlar degani Allohning ilmida keskin qilolmaydiganligi aniq. Ya'ni uning tayyorligi uni ish harakatdan imkoniyatga ega qilmaydi. Ya'ni avlning ahvoli, Qur'oni Karimning Allohning kalomi ekanligi, payg'ambarning so'zi emas ekanligi uni Qur'onning o'qishini keltirish imkoniyatiga ega qilmaydi. Endi mush ishlar yana bir azroq grammatikalik tahlillarga balkim arab tilini o'qimagan qarindoshlarimiz tasroq tushunishi mumkin. O'tkazvasi bo'ladi. Faqat arab tilini o'qigan, balog'at o'qigan qarindoshlarimiz foydalansa bo'ladi. Endi mushu Qur'oni Karimningki bizga xabar bergan g'aybiy masalalarning ichidagi xabarning qadida kelgan bir masala. Allah subhanahu va taolo vajahadu biha wastayqanatha anfusuhum degani inkor qilyotdi, lekin qalbi jazm qiliqliq deydi ularning uchun. Masala shu, din dushmanlarining islomga nisbatan qalbida qanoat bor, o'ynaq, lekin ma'lum manfaat va yoki bu sabablar tufayli inkor qiladi bular. Uni bular tasdiqlaydi asli, lekin tili taraf qilmaydi. Bu Qur'oni Karimning bizga bergan xabari. Endi oyatda fa illam taf'alu va lam taf'alu ma'nosi shu biz o'qiyotgan oyatdiki, bu nima desa, shak bularning qalbidagi shak to'qilma shak, haqiqiy shak emas. Buni biz shak qilmaydi, shak qilmaydi bular, to'qilma shak. Shakning o'zimi to'qilma. Ya'ni bular iymon etishni xohlamaydi. Qalbida bo'lsa iymon etishni xohlamaydi. Shunga bular iymon etmaslikka to'qilma sababini keltiradi. Amaliyotda bularning fikri iymon etmaslikka bekib bo'lgan. Iymon etmayli deb bo'lgan bo'lgan, garchi kalishtirib qilsa-ma. Demak, bu ahvol bu bo'lgan ekan, qaroringni bo'lgan ekan, sizlar zodi iymon etmaslikka har xil to'qilma sabablarni izlayversizlar, izlashda davom qilasizlar, iymon etmaysizlar demakchi. Fattaqun narallati waquduha an-nas wal hijara. Alloh subhanahu va taolo bu yerda bizni makuflarning ojizligining yana bir shakliga diqqatimizni tortib. Ya'ni bular iman etmaslikni aqlashni har xil o'zurlarni izlaydi. Bular iman etmaslikni Qur'oni Karimni shaqqaganlik qiyofatiga kirib olish orqali aqlaydi o'zini. Yo'q, biz Qur'onda bir shakimiz bor, bo'lmasa iman etdik deydi bular. Amaliyotda shak yo'q bularningki. Alloh mushna bo'g'achqa ahvol Alloh xuddi bular degandek, demak bu sizlarning qudratinglar, kuchinglar, amaliy o'zingizning kuchinglar amaliy bu qolsa Qur'onni keltirib boqinglar, Qur'onni keltirolmadinglar, endi madda o'zingni saqlab boqinglar qiyomat kunisi. Dunyoda iymon etishdan o'zingni saqlab qoldinglar, bu bana ko'z umma qiyomat kunisi saqlab boqinglar, qani ko'rib boqinglar. Men kelgan vaqtda ishonch ato. Dunyo chunki Alloh qonuniyat bo'yicha ixtiyorlik berilgan bo'ladi. O'sha ixtiyorlik doirasida bular o'zlik har xil banasatni ko'rsatib, bu deb o'zini tatib oldi. Endi qiyomat kunisi ma'otdan tatib boqinglar, o'zingni ma'otdan saqlanib boqinglar da'vatidir. Bu Allah subhanahu wa ta'aladan kelgan bir ogohlantirish. Allah subhanahu wa ta'ala ularga dunyoda ixtiyorlik o'zligini bergan. Bular majburiy tanlamadi bularni. Yani bular majburiy tanlamadi. Balki bular iymon etmaslikni Alloh ularga bergan ixtiyorlik xohish bilan tanladi. Majburiy tanlama ular majburiy iymon ettirulmadi emas, yoki iymon ettirilmadi emas. Ixtiyorlik berdi. Ama bular iman etishni mu'minlar ixtiyori bilan tanladi, iman etmaslikni ixtiyori bilan tanladi. Bu Allohning ularga bergan dunyodagi birdan bir huquqi. Lekin tanlash yo'q bir vaqt bo'ladi. O'sma qiyomat kunisi. Shu vaqtida sizlar qiyomat kunisi do'zax azobidan saqlanishga urinib boqinglar. Lekin bu yerda hech kimga ixtiyori qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo bu kunni sifatlab limanil mulkul yawm illahil wahidul qahhar. Mulk bu kunda hech kimga emas. Alloh vahidul qahharga Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a. Bunun hammasi qiyomat kunisi hech kimning hech qanday tanlash huquqi bo'lmaydi dunyoning aksicha. Ya'ni sizlarni iymondan to'sgan irodanglar qiyomat kuni sizlarni do'zax azobidan saqlab qololmaydi. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sizlar ibodat qilgan shu toshlar hammanglar jahannamning o'tinisizlar. Endi bir savol tushdi. Bularga do'zaxga kiradi. Buni ibodat qilgan butlar yo toshlar nima qilib do'zaxga kiradi? Abid ibodat qilgani ibodat qilinayotgan, o'zi ibodat qilayotgan toshlarning manfaatini kutib turib ibodat qiladilar qanday bir yerda. Endi xuddi bular ibodat qilgan toshlarning billa do'zaxga tashlanishda
Şularning har biri azobni yana birini ko'rsa, bu yana hasrat taqib, Xudoga qarab, "Sanga mı ishlab tikanman qo'yman bu dunyoda? Sanga ibodat qilib tikanman, men birga kuyatimiz" degandek bir xil hasrat taqib qattiq qiladi. Shunlashqa tosh, bu ibodat qiladigan but bular qiyomat kuni do'zaxda bilan billa bo'ladi. Qanaqdir bu tosh butlarga qilgan azob emas. Chunki ular Allohning mahhur xalqi, Allohga tasbih aytadi. Lekin ma tosh butlar shunga rozi bo'ladi. Kafirlarni köydürüş için. Deydi ki, ular bizge ibadet kıldı, halbuki biz Allah'a ettigenleri turup Allah'ın istiğfar etleydik. Allah'ın bekrak ibadet kılımız. Aslında biz Allah'a ibadet kıldık, bular bizge ibadet kıldı demez mi deyip, üzü otulup, kuparlarını köydürüşke razı oldu buna. Uiddet lil kafirin. En ahirki ayetki. Yani Allah subhanahu wa ta'ala bulağa dünyadaki vaxtlam qana qılındı, xabarib oldu. Ama dözək kafirlarga hazırlandı. Mana bu müminni yuqur derecede xatırjam qilish. Çünkü dözək kafirga hazırlanırlıq. Mümin xatırjam bolsun. Kafirini en yuqur derecede korkutuş bu. Uiddet degan ma'nosi dözək hazırlanıb boldu. Dözək hazır ba biz kuranmasak-mı yaratılıp bulağılıq bizden yo'galgan bo'lsa-mu degan bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Menga jannat to'g'rilandı, xohlagan bo'lsam sizlarga mevani akildim, mevani akilishni xohlagan bo'lsam akildim" deydi. Buning o'zimi do'zaxning hozir amaliy bor ekanligining dalili. Mu'min jannatning amaliy bor ekanligiga iymon etgan vaqtida uning iymoni uni jannat tarafga yetaklaydi. Chunki u saodat his qilib jannatning borligini bilgan vaqtda bir xil jannatga ishtiyoq chekib sig'inadi. Allah subhanahu wa ta'ala'nın ki "Ulaike humul varithun" en aşula iguluduğallah "Ellezine yerithunel firdevse hum fiha" dozaq cennetni muşla qo'lga oladi, muşla iguludu. Bunu mengu yaşaydı degan gapini anglagan vaqtida, yani siz mushu oyatni o'qigan vaqtingizda shuni aniq bilalaysiz, Allah subhanahu wa ta'ala sizni jannatga akiradi, jannatga qiladi. Sizning g'ayringizdagi narsalarni evolasiz siz, ya'ni bu jannat boshqalar iymon etmay do'zaxga kirdi, siz jannatga erishsiz. Chunki meros sizga boshqalardan jannatni meros sifatida qoldirdi demasmi? Jannat sizga boshqalardan qoladi. Alloh subhanahu va taoloninki ilmi butun xalq, butun insoniyat yaratilishdan ilgari bo'lgan, ya'ni yaratishdan ilgari Allah. Butun insoniyatni yaratishdan ilgari özünün xalqidan her bir pərtga do'zaxda bir o'rin, jannatda bir o'rinni hozirlab qo'ygan. Jannat do'zax kirdiganlar mangu qoladi. Bularning jannatdagi o'rinlari xoli bo'ladi. Misol bir nuqta va inchki nuqtadan birisi. Bu oyatda jannatni meros oldi bir iborat bor. Abturib bu gapni tutib olib, meros degan haqdan olgan narsa bo'ladi. Ana cennetni haqning qulidan olib, haqning qulidan olamiz. Bu qana gap desa, Allah dünyada mesela 1 milyard nafar adam yaratgan bo'lsa, mesela misal bu 1 milyard jannatda o'rin, 1 milyard do'zaxda o'rin yaratgan bo'ladi. Abturning digini. Ammo insonlar 1 milyard inson ya a yo'lda mangadi, ya ma yo'lda mangadi. Do'zax yo'lini tanlaganlarning a jannatga o'rini quruq qoladi. Anaqandan Allah subhanahu wa ta'ala kelib, ma quruq qolgan o'rinni mu'minlarga beradi. Mu'minlar u o'rinlarni jannatdagi o'zining o'rnidan sirt miros oladi. Ma aytdiki, "Ellezine yerisunal firdaus" miros oladi degani shu. O'zining o'rniga ba do'zaxga kirib mangu qoladiganlarning o'rinlari bo'sh emasmi? Shuni ham oladi. Mana bu dal miros masalasi. Ya'ni uiddat degani bu do'zax, jannat hozirlanib bulaqliq, do'zax hozirlanib bulaqliq, do'zaxdagi o'rin hozirlanib bulaqliq, jannatdagi o'rin hozirlanib bulaqliq. Kim nega ketsa, yana bu yerdagi o'rni bo'sh qoladi. Do'zaxga kirmadik, Alloh bizni saqlasin. Jannatga kirdik, Alloh bizni nisb qilsin. Bizning kirmagan do'zaxdagi o'rnimiz quruq qoladi, birga kuydigan gap. Jannatdagilarninki, jannatga kirolmay do'zaxga ketib qolganlarning, menga yashaydiganlarning jannatdagi o'rni quruq qoladi. Buni mu'minlar meros oladi mush oyat bo'yicha. Demak, ne'mat fawqa ne'mat. Ya'ni ne'matning ustida, azobning ustida degan gapda. Shuning bilan bizning bugungi darsimizning mazmunlari oxirlashdi. Inshaalloh kelar soatlik darsda ko'rishimiz. Va oxiru davana alhamdulillahi robbil alamin.